Ehtiyojmand oilalar uchun davlat tomonidan ajratiladigan moddiy yordam pullari, davolanish xarajatlari davlat tomonidan to'lab berilishi, ijara pullarini davlat tomonidan qoplab berilishi hamda bog'cha puli xarajatlari davlat tomonidan to'lab berilishi uchun buning yagona bir sharti ijtimoiy himoya reyestriga kirish kerak bo'ladi. Ushbu ijtimoiy himoya reyestriga hech qayerga bormasdan, mahallaga, hokimiyatga, hokim yordamchisiga bormasdan onlayn uyda o'tirgan holda kirish tartibini o'rgataman. Buning uchun qo'lingizga telefonni olasiz va my.gov.uz saytiga kirasiz. Xizmatlar bo'limi degan joyga ijtimoiy himoya deb yozasiz. Mana bu yerda ijtimoiy himoya reyestr kirish tugmasini bosasiz. Bu yerda xizmatga kirish tekin, xizmat ko'rsatish muddati esa atigi 1 oy. Undan keyin xizmatdan foydalanish tugmasini bosasiz va har bir fuqaro o'zining yashash manzilini, tumanini, shaharini kiritadi. Keyingi bo'limga o'tasiz. Keyingisi oilaviy budjet haqida ma'lumot. Bu ma'lumot bilan tanishib chiqib, tugmani bosasiz va keyingi punktga o'tasiz. Keyingi bo'lim bu yerda oilangizda, ya'ni xonadoningizda qoramol, qo'y, echki bormi yo'qligini aniqlashtirasiz. Agar yo'q bo'lsa, kataklar ochiq qoldirilishi kerak va ariza tugmasini bosasiz. Mana ko'rib turganingizdek ariza yuborildi. Ushbu videoni mahalladan moddiy yordam puli va boshqa imtiyozlardan foydalana olmayotgan tanishlaringizga yuborib qo'yishingiz mumkin.